Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Avgust oyida 1 million so'm beriladimi? Kimlarga beriladi? Nega ayrim odamlardan pulni qaytarish so'ralyapti? Va eng muhimi, nima sababdan ayrim fuqarolarning kartasidan pul yechib olinayotgani haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli bo'lishi mumkin. Ayniqsa nafaqa, moddiy yordam, kompensatsiya, aliment, kredit, jarima yoki davlat to'lovlarini kartadan olayotganlar uchun juda muhim. Men bugun masalani oddiy tilda hujjat, bank kartasi, ijtimoiy yordam va qarzdorlik tomonidan alohida tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha tufayli odam pulini yo'qotishi, ortiqcha asabiylashishi yoki vaqtida arza bermay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lib qo'ying. Videoga like bosing. Chunki men shunaqa muhim yangiliklarni oddiy xalq tushunadigan qilib yetkazib boraman. Avvalo, eng katta savolga javob beray. Milgi bo'yi million so'm deganda hamma odamga avtomatik ravishda pul tarqatiladi degani emas. Ko'p hollarda ijtimoiy tarmoqlarda avgustda 20 million beriladi. Hamma karta tekshirilsin. Pul tushadi, qaytarishni so'rashmoqda degan gaplar tarqaladi. Odamlar esa tabiiy ravishda xavotirga tushadi. Menga ham tushadimi? Tushgan bo'lsa yechib olsam bo'ladimi? Keyin qaytar deyishmaydimi? Kartamdan olib qo'yishmaydimi deb o'ylaydi. Oldin ko'p to'lovlar mahalla, xalq banki, naqd pul yoki alohida ro'yxatlar orqali amalga oshirilardi. Odam ko'pincha borib imzo qo'yardi. Ro'yxatda bor yo'qligini bilardi. Mas'ul xodimdan so'rardi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimga o'tdi. Ma'lumotlar soliq, pensiya, bandlik, bank, kadastr, ichki ishlar, ijro byurosi va boshqa bazalar bilan solishtiriladi. Shu sababli kimdir haqli ravishda pul oladi, kimdir tizimdagi xato sabab bo'ladi. Yana kimdandir keyin sizga noto'g'ri to'langan qaytaring deb so'ralishi mumkin. Mana shu yerda asosiy farq bor. Agar pul sizga qonuniy asosda arizangiz yoki ro'yxat bo'yicha tegishli qaror bilan berilgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinmaydi. Lekin agar pul noto'g'ri hisoblangan, 2 marta tushgan, sizning daromadingiz yoki oilaviy holatingiz noto'g'ri ko'rsatilgan yoki siz allaqachon bu to'lovga haqli bo'lmasangiz, mas'ullar uni qaytarishni so'rashi mumkin. Bu narsa ayniqsa ijtimoiy nafaqalar, bolalar puli, moddiy yordam, kompensatsiya, subsidiya va ayrim bir martalik to'lovlarda uchraydi. Men ko'pchilikka tushunarli bo'lishi uchun juda oddiy misol bilan aytaman. Oldin bir oilaning moddiy ahvoli ko'proq mahalla orqali baholangan bo'lsa, hozir elektron tizimda oilaning daromadi, ish joyi, pensiya olishi, avtomobili, uy joyi, kredit tarixi, ayrim holatlarda boshqa mol-mulk ma'lumotlari ham ko'riladi. Demak, tizim bu oila yordamga muhtojmi yoki yo'qmi degan savolga ko'proq raqamlar asosida javob bermoqda. Masalan, bir oila bolalar nafaqasi olayotgan bo'lsin. Otasi rasmiy ishlamaydi, onasi bola parvarishida 3 ta farzand bor. Bu oilaga avval ijtimoiy yordam tayinlangan. Keyin otasi iyul oyida rasmiy ishga kirgan, avgustda esa ish haqi tizimda ko'ringan. Agar oilaning jami daromadi belgilangan mezondan oshib ketsa, keyingi oylar uchun nafaqa to'xtatilishi mumkin. Lekin ba'zan tizimdagi kechikish sabab pul yana tushib qoladi. Shunda keyin siz bu oy uchun haqli emas edingiz, qaytaring degan talab kelishi mumkin. Yana bir misol, ayol kishi farzandi uchun nafaqa oladi. Keyin oiladagi tarkib o'zgaradi. Masalan, turmush o'rtog'i qaytib keladi, rasmiy daromad paydo bo'ladi yoki bola boshqa manzilga ro'yxatga o'tadi. Agar bu ma'lumotlar vaqtida yangilanmasa, pul eski ma'lumot bilan hisoblanishi mumkin. Keyin tekshiruvda aniqlansa, ortiqcha to'langan mablag'ni qaytarish masalasi chiqadi. Shuning uchun men doim aytaman, kartaga pul tushdi degani, uni darhol yechib sarflash kerak degani emas. Ayniqsa siz bu pul nima uchun tushganini bilmasangiz. SMSda izoh noaniq bo'lsa, ilovada to'lov manbasi tushunarsiz bo'lsa yoki siz hech qanday ariza bermagan bo'lsangiz, avval aniqlashtiring. Chunki keyin men bilmadim degan gap har doim ham yordam bermaydi. Birinchi navbatda ijtimoiy yordam, bolalar puli, moddiy yordam, nafaqa yoki kompensatsiya oladigan oilalar ehtiyot bo'lishi kerak. Men qo'rqsin demayapman, lekin hujjatlarni tartibga solsin, tushgan pulning sababini bilsin. Oilaviy holat va daromad bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri ekanini tekshirsin deyapman. Ikkinchi toifa kredit, aliment, soliq qarzi, jarima yoki ijro hujjati bo'yicha qarzdorligi bor odamlar. Chunki kartadan yechilyapti degan holat ko'pincha aynan qarzdorlik bilan bog'liq bo'ladi. Masalan, odamning bank kartasiga oylik, pensiya yoki yordam puli tushadi. Agar unga nisbatan majburiy ijro byurosida ijro ishi ochilgan bo'lsa, bank hisob varaqlariga cheklov qo'yilishi yoki ma'lum summa ushlab qolinishi mumkin.
Odam esa davlat bergan pulni nega olib qo'ydi deb hayron bo'ladi. Aslida bu alohida to'lov emas, qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lishi mumkin. Uchinchi toifa. Kartasida noma'lum yechimlar bo'layotgan odamlar. Agar sizning kartangizdan avtoplatish, kredit to'lovi, MIP, jarima, soliq, bank komissiyasi, subscription, online payment degan yozuvlar bilan pul ketayotgan bo'lsa, buni albatta ajratib ko'rish kerak. Har bir yechim davlat tomonidan majburiy ushlab qolish degani emas. Ba'zida odamning o'zi oldin ilovada avtomatik to'lovni yoqqan bo'ladi. Ba'zida kredit shartnomasida karta orqali avtomatik yechish roziligi bo'ladi. Ba'zida esa karta ma'lumotlari begona ilovaga kiritilgan bo'lishi mumkin. To'rtinchi toifa, yaqinda katta summa olgan yoki bir martalik yordam olgan fuqarolar. Masalan, kimdir 20 million so'm oldi, lekin bu pul maktab formasi, daftari, bolaga tayyorgarlik, uy-joy kompensatsiyasi, zarar qoplash yoki boshqa aniq maqsad uchun berilgan bo'lishi mumkin. Agar bu maqsadi to'lov bo'lsa, uni boshqa narsaga sarflashdan oldin shartlarini bilish kerak. Ayrim yordamlar maqsadli bo'ladi, ayrimlari esa fuqaroga erkin foydalanish uchun beriladi. Farqi juda muhim. Agar sizga pul rasmiy qaror asosida tushgan bo'lsa, masalan, mahalla sizga moddiy yordam tayinlagan bo'lsa, bolalar nafaqasi muddat ichida to'lanayotgan bo'lsa, pensiya odatdagi tartibda kelgan bo'lsa, yoki siz davlat xizmatlari orqali tasdiqlangan kompensatsiya olgan bo'lsangiz, vahmaga tushmang. Bunday holatda eng muhim narsa hujjatni saqlab qo'yishdir. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam pulni qonuniy olgan, lekin keyin kimdir telefon qilib qaytaring desa, qo'rqib qoladi. Hech qachon og'zaki gapga qarab pul o'tkazib yubormang. Agar haqiqatan ham qaytarish kerak bo'lsa, buning yozma asosi bo'lishi kerak. Qaror, bildirishnoma, hisob-kitob, tashkilot rekvizitlari, ortiqcha to'lov summasi va nega ortiqcha deb topilgani ko'rsatilishi kerak. Mana shu kartaga tashlab yuboring, tezroq qaytaring, aks holda muammo bo'ladi degan gaplar juda xavfli. Bu firibgarlik ham bo'lishi mumkin. Agar sizning kartangizdan pul yechilgan bo'lsa ham, darhol hammasi noqonuniy deb xulosa qilmang. Avval sababini aniqlash kerak. Bank ilovasidan to'lov tarixini oching. Qaysi sana, qaysi summa, qaysi tashkilot yoki servis nomi bilan ketganini ko'ring. Agar MIB yoki ijro bilan bog'liq yozuv bo'lsa, ijro ishini tekshirish kerak. Agar bank kreditiga ketgan bo'lsa, kredit shartnomasini ko'rish kerak. Agar noma'lum sayt yoki xorijiy servis bo'lsa, kartani vaqtincha bloklash kerak. Birinchi misol, Toshkent viloyatida yashaydigan oila 3 farzandi uchun nafaqa olayotgan bo'lsin. Ularga har oy ma'lum summa tushadi. Avgust oyida kartaga 5 million so'mga yaqin pul tushdi. Oila buni qo'shimcha yordam ekan deb o'ylab maktab xarajatlariga ishlatdi. Bir oy o'tib mahalladan ortiqcha to'lov bo'lgani aytildi. Sabab nima? Oilaning daromadi yangilangan, otasi rasmiy ishga kirgan. Lekin tizim to'lovni eski holat bo'yicha chiqarib yuborgan. Bunday vaziyatda oila darhol janjal qilmasdan yozma hisob-kitobni so'rash kerak. Qaysi oy uchun, qaysi norma asosida qancha ortiqcha to'langanini bilmasdan pul qaytarilmaydi. Ikkinchi misol, ayol kishi aliment qarzi bo'yicha sobiq turmush o'rtog'iga nisbatan ijro ishi ochtirgan. Erkakning kartasiga oylik tushadi, lekin pulning bir qismi avtomatik yechiladi. Erkak, kartamdan pulni olib qo'yishyapti deydi. Aslida bu noqonuniy yechim emas, balki aliment qarzini undirish bo'lishi mumkin. Lekin bu yerda ham cheklovlar va tartib bor. Hamma pulni butunlay olib qo'yish masalasi alohida ko'riladi. Ayrim daromad turlari bo'yicha ushlab qolishning o'z qoidalari bor. Shuning uchun ijro varaqasi, qarzdorlik summasi va ushlab qolish foizini tekshirish kerak. Uchinchi misol, pensioner ayolning kartasiga pensiya tushadi. U nevarasiga telefon orqali bir ilovaga karta raqamini kiritib bergan. Keyin har oy 19.000, 99.000, 19.000 so'mdan pul yechila boshlagan. Ayol buni davlat ushlab qolyapti deb o'ylagan. Bankdan tekshirilganda bu pullar pullik servis obunasi uchun ketayotgani ma'lum bo'lgan. Demak, hamma yechim ham davlat, bank yoki ijro sabab emas, karta xavfsizligini ham nazorat qilish shart. To'rtinchi misol. Bir odamga moddiy yordam sifatida 2 million so'm tushdi. Keyin unga tanish qo'ng'iroq qilib, bu pul xato tushgan, yarmini qaytaring, men hal qilib beraman dedi. Odam qo'rqib, pulni begona kartaga o'tkazib yubordi. Keyin bildiki, hech qanday rasmiy talab bo'lmagan. Mana shu eng xavfli holat. Men qat'iy aytaman, davlat tashkiloti sizdan pulni begona shaxs kartasiga qaytarishni so'ramaydi. Qaytarish bo'lsa, faqat rasmiy rekvizit, yozma asos va qonuniy tartib bilan bo'ladi. Endi eng nozik joyga kelamiz.
pulni qaytarish talabi qachon asosli bo'lishi mumkin? Birinchidan, ortiqcha to'lov aniqlansa. Masalan, bir oy uchun pul 2 marta tushgan bo'lsa yoki bir fuqaroga bir xil asosda 2 tashkilotdan to'lov chiqqan bo'lsa, bunday holatda qaytarish talab qilinishi mumkin. Ikkinchidan, fuqaro noto'g'ri ma'lumot bergan bo'lsa, masalan, arizada daromad yo'q deb ko'rsatgan, lekin aslida rasmiy ish haqi bo'lgan yoki oilada avtomobil, uy-joy, boshqa daromad bo'lsa-yu yashirilgan bo'lsa, men bu yerda hammani ayblamayman. Ko'pincha odamlar qoidani bilmaydi. Lekin tizim aniqlasa to'lovni bekor qilish yoki ortiqcha qismini qaytarish masalasi chiqadi. Uchinchidan, to'lov maqsadli bo'lib shart buzilgan bo'lsa, masalan, subsidiya ma'lum xarajat uchun berilgan, lekin hujjat bilan tasdiqlanmagan. Bunday holatda tashkilot dalolatnoma yoki tekshiruv asosida pulni qaytarishni talab qilishi mumkin. To'rtinchidan, fuqaro ushbu to'lovga haqli bo'lmagan davr uchun mablag' olgan bo'lsa, masalan, bola yoshi belgilangan muddatdan oshgan, fuqaro boshqa hududga ko'chgan, oilaviy tarkib o'zgargan, daromad oshgan yoki boshqa mezon bajarilmay qolgan. Lekin yana bir bor urg'u beraman, qaytarasiz deyishning o'zi yetarli emas. Siz yozma asosini ko'rishingiz kerak. Qancha summa, qaysi davr, qaysi to'lov turi, qaysi qaror, qaysi tashkilot, qaysi rekvizit. Agar bular bo'lmasa, siz shoshilmang. Agar kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, bank ilovasida operatsiya tarixini oching. Sana summa va izoni yozib oling yoki skrinshot qiling. Ikkinchi qadam, bu yechim bank krediti, avtomatik to'lov, ijro, soliq, jarima yoki noma'lum servis ekanini ajrating. Uchinchi qadam, agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Mendan pul ketdi deb umumiy aytmang. Aynan operatsiya raqami, sana va summani ayting. Agar yechim majburiy ijro byurosi bilan bog'liq bo'lsa, ijro ishi raqamini so'rang. Sizda qanday qarzdorlik bor? Alimentmi, jarimami? Kredit sud qarorimi, soliqmi, kommunal qarzmi? Shuni aniqlang. Ba'zida odam jarimani unutib sud xabarnomasini ko'rmagan bo'ladi. Eski qarz bo'ladi. Lekin ijro hujjati bo'lmasa, shunchaki pul yechib olinishi mumkin emas. Agar yechim kredit bo'yicha bo'lsa, bank shartnomasini ko'ring. Ko'p kreditlarda karta hisobidan avtomatik yechish bandi bo'ladi. Oylik tushishi bilan kredit to'lovi ushlab qolinadi. Bu ham ko'pchilikda norozilik tug'diradi. Lekin agar siz shartnomada bunga rozilik bergan bo'lsangiz, bank buni bajaradi. Shunday bo'lsa ham noto'g'ri summa yechilgan deb o'ylasangiz, yozma e'tiroz berishingiz mumkin. Agar yechim noma'lum internet servisiga ketgan bo'lsa, darhol kartani bloklang yoki internet to'lovlarini o'chirib qo'ying. Bankdan chargeback yoki nizoli operatsiya bo'yicha ariza berish tartibini so'rang. Karta raqami, amal qilish muddati va SMS kodini hech kimga bermang. Ayniqsa pul qaytarib beramiz, kompensatsiya olasiz. Irti bilan 1 million tushirish uchun kod ayting degan qo'ng'iroqlarga ishonmang. Kod aytsangiz pulingizni o'zingiz topshirgan bo'lasiz. Agar sizdan pulni qaytarish so'ralgan bo'lsa yoki kartangizdan pul yechilgan bo'lsa, hujjat bilan ishlang. Birinchi navbatda pasport yoki ID karta kerak bo'ladi. Ikkinchidan bank kartangiz bo'yicha hisob varaqdan ko'chirma oling. Ko'chirmada tushgan va yechilgan pullar aniq ko'rinadi. Uchinchidan, to'lov tayinlangani bo'yicha qaror yoki bildirishnomani toping. Agar sizda yo'q bo'lsa, mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, bank yoki tegishli tashkilotdan nusxa so'rang. Agar gap ijtimoiy yordam haqida bo'lsa, oilaviy tarkib, daromad, bolalar tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, yashash manzili, ishsizlik yoki bandlik holati bo'yicha hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Agar gap kredit yoki ijro haqida bo'lsa, kredit shartnomasi, sud qarori, ijro varaqasi, qarzdorlik hisob kitobi kerak bo'ladi. Agar gap firibgarlik yoki noma'lum yechim haqida bo'lsa, bank ko'chirmasi, SMS xabarlar, qo'ng'iroq raqamlari, skrinshotlar va ariza nusxasini saqlang. Men har doim fuqarolarga bitta oddiy maslahat beraman. Og'zaki gapni hujjatga aylantiring. Mas'ul xodim qaytarasiz desa, iltimos yozma bildirishnoma bering, qaysi asos bilan qaytarishim kerakligini ko'rsating deng. Bank biz bilmaymiz desa, yozma murojaat qoldiring. Ijro qarzingiz bor desa, qarzdorlik hisob kitobini so'rang. Shunda siz o'zingizni himoya qila olasiz. Agar pul ijtimoiy nafaqa yoki moddiy yordam bo'yicha tushgan bo'lsa, avvalo mahalla yoki tuman ijtimoiy himoya bo'limiga murojaat qiling. Menga falon sanada falon summa tushgan. Bu pulning asosi nima? Qaytarish talabi bormi deb aniq so'rang. Agar sizdan qaytarish so'ralayotgan bo'lsa, yozma asos va hisob kitob talab qiling.
Agar kartadan bank orqali yechim bo'lgan bo'lsa, bank filialiga yoki rasmiy kol markaziga murojaat qiling. Arizada falon sanada falon summa yechilgan, operatsiya asosini tushuntirib berishingizni va hujjat nusxasini taqdim etishingizni so'rayman deb yozing. Ariza kirim raqamini olib qo'ying. Agar ijro bilan bog'liq bo'lsa, majburiy ijro byurosining hududiy bo'limiga boring yoki rasmiy elektron tizimlar orqali ijro ishingizni tekshiring. U yerda qarzdorlik turi, summa, ijro hujjati va ushib qolish tartibi ko'rsatilishi kerak. Agar noto'g'ri qarzdorlik bo'lsa, e'tiroz yozing. Kerak bo'lsa sudga murojaat qilish masalasini ko'ring. Agar siz firibgarlikdan shubhalansangiz, bankka darhol murojaat qilib kartani bloklang. Keyin ichki ishlar organlariga ariza bering. Arizada kim qo'ng'iroq qilgani, qanday gapirgani, qaysi raqamdan yozgani, qaysi kartaga pul o'tkazilgani, qancha zarar bo'lgani aniq ko'rsatilishi kerak. Har bir skrinshot va SMS dalil bo'ladi. Birinchi nozik nuqta davlat to'lovlari va qarzdorlik bir xil narsa emas. Sizga yordam puli tushishi mumkin. Lekin sizda aliment yoki jarima qarzi bo'lsa, boshqa tizim shu kartadan pul ushlab qolishi mumkin. Odamlar buni bitta jarayon deb o'ylaydi. Aslida ikkita alohida masala. Ikkinchi nozik nuqta, karta egasi kimligi muhim. Ba'zida yordam bir odam nomiga tayinlangan, lekin karta boshqa oila a'zosiniki bo'ladi. Keyin qarzdorlik ham o'sha karta egasida bo'lsa, muammo chiqadi. Shuning uchun ijtimoiy to'lovlarni imkon qadar o'z nomingizdagi, xavfsiz va faqat o'zingiz foydalanadigan kartaga oling. Uchinchi nozik nuqta, SMS kelmagan operatsiya bo'lmagan degani emas. Ba'zida SMS xizmat oshgan bo'ladi, internet sust bo'ladi yoki xabar kechikadi. Har oy bank ilovasidan ko'chirma tekshirishni odat qiling. Ayniqsa katta to'lov tushgan kunlarda. 4-nozik nuqta, avgustda beriladi degan gap hamma hududda bir xil sana degani emas. To'lovlar hudud bank ro'yxat tasdiqlash va moliyalashtirishga qarab turli kunda tushishi mumkin. Kimdadir 5 avgustda, kimdadir 15 avgustda, kimdadir oyning oxirida tushadi. Shuning uchun qo'shningiz oldi, siz olmadingiz degani sizga berilmaydi degani emas. Lekin ro'yxatda bor yo'qligingizni tekshirib qo'yish kerak. 5-nozik nuqta, ijtimoiy tarmoqlardagi hamma oladi degan xabarlarga ishonmang. Har bir to'lovning mezoni bor. Kimga yoshi bo'yicha, kimga daromadi bo'yicha, kimga farzandi borligi bo'yicha, kimga nogironlik, o'quvchisini yo'qotganlik yoki og'ir ijtimoiy ahvol bo'yicha beriladi. Agar mezon bo'lmasa, pul ham bo'lmaydi. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi, kartangizga tushgan har bir katta summani tekshiring. Bank ilovasida to'lov manbasi yoki izoh qismiga qarang. Agar tushunmasangiz, bankdan yozma ma'lumot so'rang. Ikkinchi, ijtimoiy yordam olayotgan bo'lsangiz, oilaviy holatingiz o'zgarganini yashirmang. Ishga kirgan bo'lsangiz, daromad paydo bo'lgan bo'lsa, bola boshqa joyga ko'chgan bo'lsa, nikoh, ajrim tug'ilish yoki boshqa o'zgarish bo'lsa, mas'ul tashkilotga xabar bering. Bu keyin ortiqcha to'lov va qaytarish talabining oldini oladi. Uchinchi, agar sizdan pul qaytarish so'rasa, birinchi savolingiz shunday bo'lsin: qaysi hujjat asosida? Ikkinchi savol, qancha summa va qaysi davr uchun? Uchinchi savol, rasmiy rekvizit qayerda? To'rtinchi savol, men e'tiroz bildirishim mumkinmi? Mana shu savollar sizni shoshilinch va noto'g'ri qarordan saqlaydi. To'rtinchi, kartangizni begonalarga bermang. Plastik kartaning surati, amal qilish muddati, SMS kod, bank ilovasi paroli, bir martalik tasdiqlash kodi hech kimga aytilmaydi. Hatto o'zini bank, mahalla, ijtimoiy himoya, soliq yoki prokuratura xodimi deb tanishtirsa ham kod so'rasa bu xavfli. Rasmiy xodim SMS kod so'ramaydi. 5. Qarzdorligingiz bor yo'qligini oldindan tekshirib boring. Jarimalar, aliment, kredit, soliq, kommunal qarz va sud qarorlari vaqtida nazorat qilinsa, kartadan kutilmagan yechimlar kamayadi. Ko'pchilik mening qarzim yo'q deb yuradi. Keyin eski jarima yoki sud qarori chiqib qoladi. 6. Agar pul noto'g'ri yechilgan deb hisoblasangiz, og'zaki janjal bilan vaqt yo'qotmang. Yozma ariza bering. Arizada qisqa va aniq yozing. Falon sanada kartamdan falon summa yechilgan. Ushbu operatsiya asosini, hujjatini va qaytarish imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Ariza nusxasi, kirim raqami va javob muddatini saqlang. 7. Agar haqiqatan ham ortiqcha to'lov bo'lsa, qaytarish tartibini kelishib oling. Ba'zan summa katta bo'lsa, fuqaroga birdaniga to'lash qiyin bo'ladi. Bunday holatda bo'lib to'lash, ariza yozish, hisob-kitobni aniqlashtirish mumkin. Eng yomoni muammoni e'tiborsiz qoldirish. Chunki vaqt o'tgan sari qarzdorlik, penya yoki ijro harakatlari paydo bo'lishi mumkin. Demak, hurmatli yurtdoshlar, avgust oyida 1 million so'm masalasida
eng muhim narsa shuki, bu pul hammaga avtomatik beriladi degani emas. Kimga berilishi, nima asosda berilishi, qaytarish talabi bor yo'qligi va kartadan yechim sababi alohida tekshiriladi. Agar pul qonuniy tushgan bo'lsa, vahima kerak emas. Agar xato tushgan bo'lsa, yozma asos talab qiling. Agar kartadan pul yechilgan bo'lsa, avval bank ko'chirmasi, keyin bank, ijro yoki tegishli tashkilot orqali sababini aniqlang. Men sizlarga ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Har bir to'lovni hujjat bilan tekshiring. Og'zaki gapga ishonib pul qaytarmang. SMS kod va karta ma'lumotlarini hech kimga bermang. Ijtimoiy yordam bo'yicha oilaviy va daromad ma'lumotlaringizni to'g'ri yuriting. Shunda siz o'zingizni ham, oilangiz mablag'ini ham himoya qilasiz. Sizda ham avgust oyida pul tushishi, qaytarish talabi yoki kartadan yechim bo'yicha holat bo'lganmi? Izohlarda yozib qoldiring. Men odamlar duch kelayotgan real vaziyatlarni ko'rib, keyingi videolarda alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'pchilikni noto'g'ri qaror va ortiqcha yo'qotishdan saqlab qolishi mumkin.